Rasman Markaziy Osiyodagi eng katta teatr Tojikistonda ochildi. 24-avgust poytaxt Dushanbe shahrida Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan rasman prezident Emomali Rahmon Markaziy Osiyodagi eng katta teatr majmuasini ochib berdi. Yangi milliy teatr tomoshabinlar sig'imi bo'yicha Markaziy Osiyodagi eng katta teatr deb e'lon qilindi. Binoda jami 4615 ta o'rindiq mavjud bo'lib, ular 3 ta yirik zalga bo'linadi. Bosh zal 2,5 mingta tomoshabinga mo'ljallangan, konsert zali esa 1115 o'rinli, ko'p funksiyali konferens zali esa 1000 o'ringa mo'ljallangan. Loyiha qariyb 11 yil davomida qurib bitkazildi. Uni arxitekturasi haqida gapiradigan bo'lsam, siz haqiqiy 18-asr barokko davriga qaytib qolasiz. Loyihaning umumiy maydoni 3 gektarni tashkil etsa, binoning balandligi deyarli 35 metrni tashkil etadi. Binoning tashqi va ichki ko'rinishi zamonaviy arxitektura hamda tojik xalqining milliy naqshinkorlik san'ati an'analarini o'zida mujassam etgan. 7 qavatdan iborat ushbu ulkan majmua faqatgina sahnalardan iborat emas, uning ichida mashg'ulot xonalari, grim xonalari, liboslar, dekoratsiyalar uchun ustaxonalar, ovoz yozish studiyalari, uzoqdan kelgan mehmonlar va san'atkorlar uchun mehmonxona hamda yer osti avtoturargohi mavjud. Bu yerda nafaqat teatr tomoshalari, opera va balet, balki xalqaro miqyosdagi simfonik konsertlar, madaniy festivallar va yuqori darajadagi davlat konferensiyalari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Sahifaga obuna bo'ling, Markaziy Osiyo arxitekturasi haqida gaplashamiz.